Şarkı Türkistan'ın Gulji şəhəri elektr stansiyasında turman. Ben hazır Gollandiyada yaşayatman. 8 yıl oldu. Ben bugün ata-anam, qarindoshlarım üçün guvohlik bermoqchiman. Mening dadam Turahun Jo'rvay, apam Shadiyam Zakir. Biz ikki qarindosh. İnim İlya, apam bilan dadam ikki qitim meni ko'rgili Gollandiyaga kelgan. Mushu sababdan Xitoyni atalmış lagerda turibdi. Apam bilan dadam 30 necha yil hukumatga ishlagan, ham partiya a'zosi bo'lib ishlagan. Shu ikki qitim Gollandiyaga meni nevarlarni ko'rgani kelgan gunohi va undan boshqa hech qanday gunohi yo'q. Anglasam ularni 2018-yili 3-oyning 3-kuni tarbiyalash lageri deb ilib ketilib, u yerdan bir oy bo'lgandan keyin dadam tuyuqsiz hushidan ketib, dadamning tan salomatligi yaxshi emas. Dadamni doktorxonaga olib, u yerdan davolatib, u yerdan qaytirib turmaga ketganligini oldim. Aytsila ondan keyin opamning turmaga ketilganligini, oz vaqtdan keyin ularga hiposot ichilganligini oldim. Hiposotdan javobi chiqmabdi. Shikayatga javob beramiz deydi. İnim bo'lsa, inim ya chet elga chiqib boqmagan, o turmush qurg'ili 5 yil bo'ldi. 2 o'g'li bor. Onu tirikçilik qilish, ailesini bakaman, bolalarını bakaman deb qalaymagan, hech ishga aralashmagan. Uydagilarim bilan 3 yildek bo'lib qoldi, aloqam uzildi. Ota-onamning tan salomatligi yaxshi emas. Shu Gollandiyaga o'zlari pasport ishlab, qonunli yo'lga selib, Gollandiyaga chiqibsan, qonunsiz deb akirib ketibdi. Ben ovozini anglab, o'z ko'zim bilan ko'rmaguncha men hargiz bu ishdan to'xtab qolmayman. Anglasam, opamning inisini akirib ketibdi. Onun 8 oy bo'ldi. O bichara ya chet elga chiqib boqmagan, namoz o'tayotgansa, masjidga kirgansa, tutib akirib ketibdi. Kichik dadamning o'g'li va 22 yoshga kirgan, shuni akirib ketibdi. Amerika, Yevropa va butun demokrat davlatlarning Xitoyning atalmış jazo lagerini va turmalarni